adasi charchab qolmadingizmi? Hozir choy olib chiqaman. Voy, nima bu? Xotin! Amringizga muntazirman. Yana yosh bola ish qiladimi deyman? Kimsan? Sallama, bratishka. Shu tifalli qulaman. Voy, adasi boyib ketding. Luboy 3 ta tilagingni bajaraman. Nima tilasam ekan? Nima tilasam ekan? Voy, adasi bitta ham kosmetikam qolmagan. Madon idish tovoq olish kerak. Jigulini matiz qilish kerak. To'rtoq qo'yarib buxorda semirtib sotish kerak. Bo'ldi qilin, mashina o'zi o'chsin. Bajarildi. Voy, nima qilib qo'yding? Xotinim o'zini qaytar. Bajarildi. Adasi nima qildingiz? Ikkita tilni kuydi-yu. Hozir o'zingni o'chirmasa, o'niniki jo'nataveraman. Adasi yoshligingizdagi eng katta orzuingizni so'rang. Men yoshlikda 3 ta icharish orzu qilganman. Voy, jallod. Bajarildi. Endi men ketdim. Voy, adasi nima qilib qo'ydingiz? Ketib qoldi, o'sha ketib qolmasin. Tifalli quli, bitta tilageti. Ey xotinning quli, hamma tilagingni ishlatib bo'ldingmi? Ey, tifalli quli, uyimiz ahvolini qaragin, bitta uy qurib ber. Endi senlar qiynalib, uy qurishing ham shart emas. Qandoq? Hozir Chirchiqdagi Yulduz Premiumdan boshlang'ich 70 million to'lab, qatlavan narxda uy haqsizlik bo'ladi. Voy, zo'ru. Uyimiz shundoq birinchi kichik noqiyada Vesna do'konida to'g'risida 10 qavatdan iborat bo'ladi. Voy, adasi olaylik. Xotin 70 millionni qatdan olamiz. Sizlarning xotin bo'lganingiz uchun keyin sizga bitta tilak qo'shib beraman. Erim boshqa fishni chalolmay qolsin.